Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sıragacırız. Washington'da sözleymez. Bugünkü ıslahı 2022 yıl 12. ayının 16. günü vatandaş. Bugün vaziyet neyse, vaziyetin üzü nime desiniz? Gılp Allah. Nayti söz gör vakitte, söz gör vakalarının oturuğu çıkışı ve bu hadiselerin birbirine münasebeti, bu münasebet dairesinin kengişi, devletler oturusundaki münasebet, diplomatik münasebetler, jirikleşiş, azarlaşış, yani bir meydanda düşünüş, asıl kılış, veya ki makul deyiş veya ki yak deyiş. Müşahede qarab aytgan hürmetli vatandaş, 2022 yıl Prezident Joe Biden Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezidenti Joe Biden hukumatining tashqi siyosiy izchillikni saqlab keldi. En kamida Uyg'urlar to'g'risida izchillikni saqlab keldi. Anadaki bütün dünyanı ittifaklaştırdı. Avrupa'nı ittifaklaştırdı. Asya'nı ittifaklaştırdı. Hatta Okeaniyagacha. Ahırda Hindistan bilen Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi munosabatning qaysi darajaga yetganligini yeziq şekilde ispatlab bermisimi? Yezib bermisimi? Bu qatam Pamir tağları etekleri ve Karakorum tağları etekleri yani Koylan tağları eteklerideki harbiy manver Hindistan bilen birleşip ötközgen harbiy manver ve bu harbiy manverinin Jungo'ga ko'rsatgan ta'siri ve Jungo'nun qaytargan inkası. Muşularning hammasi yig'ib kelsak, balki Jungo hukumati bilan Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati ikki davlat o'rtasidagi ixtiloflar, ya'ni mayli qaysi mavzular asosidagi ixtiloflar, hem kengashish, hem diyaloglashish, hem xalqaro prinsip asosida mushunday so'zlashlar natijasida bu qatam 12. ayının 9. günü, 10. günü etrafında Amerika Qo'shma Shtatlarining en yuqori darajadagi vakillar umigi Beijingni ziyorat qildi. Yani Jungo'ni ziyorat qildi. Beijingni emasmi? Jungo'ni ziyorat qildi. Bu qatam Jungoliklar bu ziyoratga qanday muomala qildi, qanday pozitsiya qo'llandi? Başkanı koyup duran emmisi aşkarı bulup oldu hazır. Emmisi aşkarı bulup oldu, başkasını koyum. Söhbetke uğurlaştırgan Langfang şehri aynı çağda 1900. yılı yani 20. asırının 1. yılında 8 devlet armiyası kirgen uruş kılgan şehir iken vatandaş. Demek Jungnanxay bu şehrini tanlab Amerika Qo'shma Shtatlarining vakillar umigini şu şehirde qarshi oldi degan gap bu Jungnanxayning markaziy hukumatning Amerikaga tutgan pozitsiyasidagi bir tarixiy ko'rinishni ko'tarib chiqib Amerikaga bishorat berishdak. Mushundaq bir jarayonni o'rinladi desangiz bo'ladi. Vatandaşa. Endilikte bunu koyup duraylı. Bugün Jungo'nun beşiği kelgen afet yaki Amerika'dan, yaki dünyada, yani qaysi bir devletten emas, hem de bu tashqi siyasetlerini cayda koyup duraylı. Virus afeti. Virus afeti, bu qatim virus afetida qamalni koyup etiştim burla. Jungo'da virus afetining yetip kelayotganligi to'g'risi xabarlar o'tirg'i chiqib bo'lgan edi. Hozir endi avjiga chiqdi. O'tganda tunugun sizlarga so'zildik, zapta Beijing virus bilan ishg'ol qilindi dedik. Bugun Beijing yana virus bilan ishg'ol qilindi. Bugun bu to'g'rida yana sizlarga leksiya so'zlaymiz. Hozir Torbettir'de
kelayotgan xabarlarga qarasangiz, nima deydi desiniz, hozir Junanxayning amaldorlari Beijing shahrini tashlab chiqib ketdi. Ya'ni virusdan mudofaa ko'rish uchun Beijing shahrini tashlab chiqib ketdi dedi. Demak, virusning ahvoli og'ir degan gap. Ondan keyin hozir bir soat burun yetib kelgan bir video filmning mavzusi bunda qo'yilibdi. Diqqat vatandosh. Bo'lmadi. Cho'ng chataq chiqdi. Beijing gumron bo'ldi. Ya'ni virus bilan gumron bo'ldi. Alahzodichilik, qo'rqish, moddiy buyumlar kamchiligi, qarilar va bolalarga ishkizadigan dori yo'q. G'uduqish, chuchish, qo'rqish, tamtirash kayfiyati. Yueshang Yambao video film torbetining avtori. YouTube 12 ayning 16-kun. Demak, yuqumliq virus shu darajaga yetdi. Arada ikki poch xabar keldi. Amerika Qo'shma Shtatlari biz sana yordam beraylik. Ya'ni vaksina orqali yordam beraylik desa, Junanxay javob qaytaribdiki, o'zimizdan kuchi yetadi deb. Bu azaldan Jungo Kompartiyasining ayna chatdan yordam beray desa, o'zimizdan kuchi yetadi degan odatidir. Balki hozirgi raqobat davrida ikki davlatning yoki uning g'ururliq javob qaytarganligi bo'lib hisoblanadigandir. Buni qo'yaylik. Hozir faqat virus boshqani qo'yaylik. Siyosatni, uni buni qo'yib turib, virusning o'zi kelsa, hozir Beijing ketdi vatandosh. Xi Jinping ketdi, bugungi xabarimizda anglaysizlar. Xi Jinping ketdi. Urumchini Alloh o'zing saqla. Yana boshqa shaharlar qandaq. Hozir virus ofati bilan ketdi. Vaziyat mana shundaq vatandoshim. Shunga vaziyat sizni, bizni saqlab o'tmaydi. Bir parcha leksiyan tayyorlab kaçtı so'zlayman, attiganda so'zlayman degili bo'lmaydi. Qachon vaqtimiz yetsa, o'zimizdan vaqt e'tiborimiz yo'l qo'ygan ahvol ostida sizlarga so'zlayveramiz vatandoshlar. Asli bugun kaçtı so'zlaydigan leksiya edi. Endi vatandoshlar buningda xabar topsin deb buni bugun tilga oldik. Anandaki cho'ng o'zgarish tunugun sizlarga nima dedik? Amerika Davlat Majlisida guvohlik berishda Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosi bundaq gap qildi dedik. Hozir Davlat Majlisiga o'zgarish birinchisi nima desangiz, davlat mudofaasiga huquq berish. Qonuni tunugun 16-kuni, bugun 15-kuni ma'qullandi. Bunda Tayvanga 5 yil ichida 10 milliard dollar yordam berish qaror qilindi vatandosh. Uning kaynidan bugun yana bir qonuni bor. Bu qonunni o'xshashlar Marco Rubio senator Avam Palata a'zosi Kirishmet shikaylan o'tirib qo'yibdi. Yana Hong Kongning Amerika Qo'shma Shtatlaridagi iqtisod ish boshqarish o'rnini amaldan qoldirish. İş başqurush o'rnini amaldan qoldirish. Onda yana bir qonun. Onu hozir so'zlaymiz leksiyada. Kayni-kayndan shunda yetib kelganga qaraganda vatandoshim Amerika Davlat Majlisi tunugun Davlat Mudofaa Ministrligining bayonotini angladinglar. Shundan qaraganda yil oxiri 15 kun, eng oxiri 15 kun qaraganda Amerika Qo'shma Shtatlarining pozitsiyasi, avval Jungoning pozitsiyasi o'zgarishga qarab, hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining pozitsiyasi bo'libmi? Siz bizga tanishlik Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining Jungo to'g'risida ko'z qarashlari yana bir qatam qattiq qo'lliq yuzdan, balki buni Jungo Kompartiyasi yani o'zi keltirib chiqardi vatandosh. Bugungi vaziyatimiz shu. Endi yilning oxirida ish mushundaq tamomlansa savol qo'ying. Biz o'tgan nima dedik? 2023-yili Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoga qattiq qo'l siyosat yurgizadigan yil bo'ladi dedik.
Demek bugün 2022 yıl muşundaq ahırlaştı deylik. Yani 2023 yıl Allah halisa aldığımızda körümüz vatandaşlar. Bugün sizlerge vaziyet doğrusu da söz deydiğin sözlerimiz moşinçilik.